yoz faslida baliq yeyish mumkin emas degan tushuncha noto'g'ri talqin qilinmoqda. Aslida bu faqatgina ayrim suv havzalarida baliq ko'payadigan mavsumda qo'llanadigan vaqtinchalik taqiq bilan bog'liq. Bu esa baliq go'shtini iste'mol qilish mumkin emas degan ma'noni anglatmaydi. Jahon amaliyoti shundan dalolat beradiki, baliq butun yil davomida iste'mol qilinadi. Xususan, yoz faslida organizmga hazm qilish qobiliyati oshadi va baliq go'shti yengil hazm bo'ladi. Shu boisdan ko'pchilik aynan yozda baliq yeb yurishni afzal ko'radi. Muntazam ravishda baliq iste'mol qiladigan aholilarda sog'liq bilan bog'liq kasalliklar kam kuzatiladi. Ilmiy tadqiqotlar ham baliq go'shtini inson salomatligi uchun juda muhim manba ekanligini tasdiqlagan. Sog'lom turmush tarzi sari qadam tashlang. Baliq yeb yuring. Sizni Fisherda kutamiz.